istiqomat qiluvchi fuqaro Rabbim Fayzulla akaning o'z oilasi bilan birgalikda mehnatga, tashabbuskor va tadbirkor inson sifatida mahalladagi boshqa aholi uchun namuna bo'lib kelmoqdalar. Ular 2024-yil kuni Rabbim Fayzulla aka mahalla hokim yordamchisi tomonidan issiqxona yo'nalishida miqdorida kredit mablag'ini olganlar. Ushbu mablag'ni maqsadli va samarali yo'naltirish orqali o'z faoliyatini yo'lga qo'ygan. Ko'rsatilgan moliyaviy ko'mak natijasida tadbirkor issiqxona faoliyatini kengaytirib, sarmoya hajmini yiliga 50-60 million so'mga yetkazgan va barqarorda daromad manbai shakllantirgan. Bugungi kunda Rabbim Fayzulla aka oila a'zolari bilan birgalikda ishlab chiqarish jarayonini yo'lga qo'ygan bo'lib, farzandlarini hamda kelinlarini ish bilan ta'minlagan. Mahalla hokim yordamchisi tomonidan berilgan kredit mablag'ining samarali ishlatilgani, yangi ish o'rinlari yaratilgani va iqtisodiy faollik oshirilgani mazkur loyihaning muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganidan dalolat beradi. Bu xonadon egalari namunali 10 ta xonadon egalik qilib hokim yordamchisi bilan birgalikda tanlab olingan. Ularga hozirgi kunda 3 ta loyiha paketi taqdim etilgan va mana shu 3 ta loyiha paketi shakllantirilib, oilasi bilan birgalikda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirib kelmoqdalar.